i 50 ni 1 ga ko'paytirsa 50 bo'ladi. 50 ko'paytirilgan 1. 50 ni ichida 1 nechta? 50 ta. 50 karra 1 50 bo'ladi. I teng sizlarning bu yerda priblylar $50. No, riskilar $100 bo'lmaydi, o'zlari tashib ketdim. Men riskilar $1000 bo'lishi kerak. $1000dan $50 pribl. Normal. 500 funtdan juda katta pribl bo'lyapti. To'g'ri, sizlarga ham ko'rinishi mumkin. No, bu ancha opti bor traderlar uchun bu normal pribl. Chunki tradingda juda katta pul qilish uchun risk ancha katta bo'lishi kerak. Risk azgincha xato qilsanglar ham, strategiyalarda azgincha xato qilsanglar ham, o'zi sizlar minusga kirib ketasizlar. Bu joy tushundinglar deb o'ylayman. Tozalab tashlaymiz. Bu tozalab tashlaymiz. Strategiya tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Videoni o'tkazmasdan ko'rgan bo'lsanglar, strategiyani tushunmagan bo'lishinglar kerak. Agar strategiya yoqqan bo'lsa, video yoqqan bo'lsa, iloji bo'lsa shuni tradingga qiziqadigan do'stinglar bo'lsa, do'stinglar ulashib qo'yinglar. Videomiz shu bilan tugadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.